Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'pchilik obunachilarimiz bizdan so'rashadi, kivi ko'chatlarini bargidan jinsini ajratsa bo'ladimi deb so'rashadi. Do'stlar, kivi ko'chatlarning jinsini asosan gulidan ajratiladi. Endi kimlardir bargidan ajratsa bo'ladi degan fikrlar ham aytishyapti ekan. Biz bu fikrga qo'shilmaymiz do'stlar. Mana hozir sizlarga shuni sababini ko'rsatib beramiz mana. Ko'rib turganlaring mana chetdan keltirilgan haqiqiy privoznoy kivi ko'chatlarimiz. Mana ko'ryapsizlar. Yerga ekilgan holati juda ham chiroyli ko'klagan tuksiz yashil kivilarimiz sorti hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar. Baglarini ham mana yaqindan ko'rsatamiz. Ko'rishlaring mumkin mana. Bu birinchisi mana. Xo'p, bu ko'rib turganlaring mana ikkinchisi. Mana ikkinchi ko'chatimiz ko'rinishlari. Bunisi ham chiroyli ko'klagan mana. Yerga ekilgan holati. Mana baglarini ko'rinishlari mana. Ko'ryapsizlar. Xo'p, endi bu ko'rib turganlaring mana 3-kivimiz. Mana buni ham holatlari juda ham chiroyli rivojlanyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana baglarini ham ko'rinishlari. Mana ko'ryapsizlar. 3 ta kivi ko'chatini sizlarga yaqindan ko'rsatdim. Bir qarashda bu ko'chatlar juda ham bir-biriga o'xshaydi. Agarda buni gulidan yoki pasportidan ajratib bo'lmasa, bu bargidan bunisi ayol ekan, bunisi erkak ekan deb ajratish juda ham qiyin. Shaxsan menga mana deyarli unaqa bir farqi bilingan yo'q mana. Ko'ryapsizlar. Lekin shu ko'rib turgan kivi ko'chatlarining ichida mana shu 3 ta ko'chatning ichida changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz ham bor. Changlanuvchi ayol jinsdagi kivi ko'chatimiz ham bor do'stlar. Hozir shuni sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana birinchida ko'rib turgan kivi ko'chatimiz xudo xolasa mana gullagan. Gullarini ko'rinishi yaqindan ko'rsatamiz. Mana gullarini ham mana ko'rishlaring mumkin. Bu mana changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz ekan mana. Mana gullari ochilyapti bosqichma-bosqich. Mana gullarini ko'rinishlari mana. Changlatuvchi erkak kivi mana. Mana gulini yaqindan ham ko'rsatamiz. Mana gulli ko'rinishi mana. Gulli markazi sariq tolacha chiqargan mana. Ayol bo'lsa oq tolacha chiqaradi mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana erkak kivi ko'chatimiz mana ko'rinishi. Birma-ketin bular gullayapti mana gullari. Mana gulini ko'rinishlari mana. Xo'p, bu birinchi ko'chatimiz. Endi bu mana ikkinchi ko'chatimiz. Mana bu ko'chatimiz gullari. Ko'ryapsizlar, bu ayol jinsdagi mana kivi ko'chatimiz. Bu changlanuvchi ko'chat mana. Gulini farqini ko'ryapsizlar. Mana markazida oq tolachalari bor mana. Ko'ryapsizlar, bargidan ko'ra gulidan ajratilsa aniq bo'ladi mana, ko'rib aytsa bo'laveradi mana. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, endi mana do'stlar, 3-chidagi kivi ko'chatimiz gullarini ko'rsatamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz mana gullarini ko'rinishi. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli mana aniq farqlari ko'ringan mana. Changlatuvchi erkak kivi ko'chatimiz mana. Gulini markazi mana sariq tolacha chiqargan mana. Shundan bilsalaring bo'ladi jinsini mana. Mana. Video lavhamiz shu do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va bu videoni shunaqangi kivi ko'chatlariga qiziqadigan tanishlarga tezda jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.